ikki yorti bir butun. Abdulla Qahhor. Kamolxonov iltimosiga xo'p degan javobni kutib, savol alomatiday gajak bo'lib turganida telefon jiringlab qoldi. Bo'lim mudiri Sulaymonov go'shakni oldi. Labbay. Ha. Vo ha. Negadir Kamolxonov ham kuldi va qomatini rostlab kursiga sekin o'tirdi. Albatta dedi Sulaymonov jiddiy qiyofada. Masalan, baliq ko'p yaxshi narsa qovurilsa, qanday shirin bo'ladi. Biroq qovundan baliq hidi kelsa, ko'nglingiz ayniydi. Kamolxonov bu so'zni kulgi uchun aytilgan gumon qilgan bo'lsa kerak, o'zini qattiq kulgiga chog'lagan edi. Sulaymonovning kulmaganini ko'rib, o'zini jiddiy ko'rsatish uchun qoshlarini chimirdi. Ustki labini so'ra boshladi. Qachon? Dedi Sulaymonov achchig'i kelib. O'zingiz bilasiz-ku, birodar, mingta xushomadgo'yni ho'l olib borib, quruq olib kelaman-a? Darrov taniyman-da, otam sigirning sersut yoki kamsutligini ma'rashidan bilar edi. Yo'q, ishoning. Kecha hammomga kirgani chipta olayotsam, kassir sovun kerakmasmi deydi. Bu nima degani? Men, birodar, yerning tagida ilon qimirlasa bilaman. Sulaymonov shu gapni aytib, Kamolxonovga bir qarab qo'ydi. Shu qarash bilan faqat ko'rdingmi? Men shunday odamman demoqchi edi, xolos. Kamolxonov o'zidan hadiksirab, jinday qizardi, ammo sirini boy bermadi. Sulaymonov go'shakni qo'yib, tantanali ravishda tugmachani bosdi. Kotiba kirdi. Ayting, ovqat keltirsin, dedi Sulaymonov va Kamolxonovga murojaat qildi. Endi bo'ladigan gap shuki, birodar, bu hojatingizni chiqarish ko'p qiyin, birodar. Kamolxonov iljaydi. Bilaman, o'rtoq Sulaymonov. Faqat qiyin bo'lgani uchungina sizning oldingizga kirdim. Siz endi qiyin deb kamtarlik qilayotibsiz-da. Eshikni yashirsangiz hangrab sharmanda qiladi. Tag'in ko'nglingizga kelmasin. Misol uchun aytayotibman, azbaroyi ochiqligim uchun. Siz aravaning gubchagini yerga ko'msangiz, xudo ursin, bodring ko'karib chiqadi. Sulaymonov juda iyib ketdi. Labida mamnuniyat tabassumini yashirish uchun o'ng qo'li bilan so'l mo'ylovini silay boshladi. Ovqat keltirildi. Sulaymonov bedananing suvxo'ragiday kichkina xurmachani oldiga tortdi va bo'lak gap topolmay qaymoqning ta'rifini qildi. Bir shaharning qaymog'i boshqa shaharning qaymog'idan farq qiladi-a? Ha, albatta. Ha, barakalla. Qaymoqni bir yalab qaysi shaharning qaymog'i ekanini ayta olasizmi? Men darrov aytaman. Bay, men yegan qaymoqlarni ariq qilib oqizsangiz hech qanday to'g'on turish bermaydi. Shuning uchun qaymoqning yaxshi yomonini darrov ajrataman. Mana buningdek qaymoqni umrimda yegan emasman. Ko'ringa, ajoyib. Sulaymonov non bilan qoshiq uzatdi. Kamolxonov taraddudlanib qoldi. Qaymoqdan, masalan, bir qoshiq yemak xushomadgo'ylikka kirmasmikin? Telefon jiringladi. Sulaymonov go'shakni oldi. Kamolxonov jilmaydi va nazokat bilan nonga qaymoq surtib bir tishladi. Ajab, shunday maqtalgan qaymoq qatiqning mazasini beradi. Qatiq bo'lganda ham qanday achigan qatiq. Kamolxonov nonni bir iloj qilib yedi va maza qilganiga ishora qilib bosh chayqadi. Qalay, dedi Sulaymonov go'shakni qo'yib. Umringizda shunday qaymoq yeganmisiz? Haqiqatdan, sigirda bir gap bo'lsa kerak. Men eng yaxshi qaymoqni Marg'ilonda yegandim. Buning oldida un atalangan sut desa bo'ladi. Xushbo'yligini ayting. Sulaymonov qaymoqdan bir qoshiq olib ichdi-da, birdan afti burishdi. Tuflagan joy tufladi. O'lmabsiz, dedi u og'zini artib. Axir bu qatiq-ku. Kamolxonov bir irg'ib tushdi, gangidi. Yo'q, rostdanmi? Dedi shoshib va qoshiqdagi yuqni yalab uzoq ta'mini oldi. Haqiqatdan qatiqqa o'xshaydi. Qatiqning o'zi, puf, isini qarang, achigan qatiq. Darhaqiqat achigan qatiq, dedi Kamolxonov va yana yalab ko'rdi. Yo'q, buzilgan qaymoqdir. Men hali betini yegan ekanman-da. Yaxshi qatiqning beti qaymoqday bo'ladi-ku. Kabinetga 2 kishi kirdi. Kamolxonov o'rnidan turdi. Endi men ishni boshlay beraymi? Va'da berib ustidan chiqmasam to'g'ri kelmaydi-da. Va'da bersangiz bas, qilmasangiz ham mayli. Kamolxonov oyog'ining uchida yurib chiqib ketdi. Idora xizmatchilarining bir majlisida Sulaymonovni rosa sulaytirishdi. Kamolxonov hech nima desa to'g'ri deb
chapak chalardi.